Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbatda ko'rsatuvda avtomobilimiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan, narxi 139 million so'm. Kraskalari 100% toza. Har kuni ustalar bilan ko'rib olasizlar. 4 yumshoq bonlar qo'yilgan. Salon qismidan ko'rsatib o'tamiz. Bagajda metallari bor ekan. Zapaskalar toza tutgan, kraskalar bilan tutgan. Chexol, linoleum kovli kamerasi bor. Bosib o'tgan masofasi 42.800 kilometr avtomat korobka, metal prostoy. Mashinamiz kime qiziqar bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Yer avtoga kelaverasizlar. Sotib olgan mashinalar bo'lsa, sizlar qo'ldan kelgancha sotishga yordam beramiz. Yer avtoda sizlarni kutib qolamiz.